Axios nashri Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hamasni Isroil bilan kelishuvni kechiktirishga chaqirgan. Hamas delegatsiyasining Eronga tashrifi chog'ida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi rahbariyati harakatni Isroil bilan qurolsizlanish bo'yicha kelishuvni imzolamaslik va muzokaralarni cho'zishga chaqirgan. Nashrning yozishicha, AQSh ma'muriyatining yuqori lavozimli vakili ham Tehron Hamas rahbariyatini kelishuvdan voz kechishga undaganini tasdiqlagan. Biroq manbalarga ko'ra, Hamas bu chaqiriqlarni inobatga olmagan va muzokaralar jarayonini davom ettirishni ma'qul ko'rgan. Hamas vakili Razi Hamad AQSh prezidenti Donald Trampning bayonotidan so'ng bergan sharhida guruhning qurolsizlanishi faqatgina Isroil qo'shinlari G'azo sektorini tark etgan taqdirdagina amalga oshishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, tunda Eron droni Iroqdagi kurd separatistlarining o'q-dori omboriga zarba berdi. Hamas va boshqa guruhlar jangchilari qurolsizlantirilganidan so'ng Isroil o'z harbiylarini G'azodan olib chiqadi. Donald Tramp. Bo'ronli bulutlar to'planmoqda. Yaman Saudiya Arabistonining Yaman havo hududini buzishga javob qaytarsa, AQSh Eronning Iordaniyadagi bergan zarbasiga javob qaytarmoqchi. Iroq qarshilik harakati tinch aholi va harbiy qurbonlarga sabab bo'lgan hujumlar uchun Saudiya Arabistonidan o'ch olish niyatida. Tinchlik kelishuvi to'satdan amalga oshmasa, vaziyat xavfli darajada keskinlashib, raketalar va uchuvchisiz samolyotlar butun mintaqani qamrab oladi. Internet tarmoqlarida ukrainalik harbiylar Eronga tahdid qilgan video tarqaldi. Ular avvalgi zarbalarni eslatib, yana hujum qilish bilan qo'rqitdi. Vladimir Zelenskiyning ma'lum qilishicha, Radushnoga qilingan hujumda Shimoliy Koreya raketasidan foydalanilgan. Dastlabki tekshiruvlar ushbu qurol Pxenyan tomonidan yetkazib berilganini ko'rsatmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Bolgariya va Kiprni o'z hududidagi harbiy bazalardan Eronga qarshi amaliyotlar uchun foydalanishga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Bolgariya Bezmer bazasiga AQShning 8 ta samolyoti va 250 nafar harbiysini joylashtirishni rejalashtirmoqda. Eron Bahrayndagi AQShga tegishli Shayx Iso aviabazasiga zarba berdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining bayonotiga ko'ra, hujum Qo'shma Shtatlar harbiy xizmatchilari tomonidan foydalaniladigan elektr generatorlari, navigatsiya tizimi hamda ma'muriy va yordamchi binolarga qaratilgan. Rossiya Kiyevdagi AQSh droni ishlab chiqaruvchi zavodga ilk bor zarba berdi. The Guardian. Poytaxt yaqiniga uyushtirilgan hujum chog'ida AQShning Terminal Autonomy kompaniyasiga tegishli obyekt zarba beruvchi dronlar ishlab chiqariladigan joy nishonga olindi. Ushbu dronlar sun'iy intellektga asoslangan boshqaruv tizimi bilan jihozlangan. Aloqa uzilgan yoki Rossiyaning radio-elektron kurash vositalari ta'siriga uchragan taqdirda ham ular parvozni davom ettirib, nishonga mustaqil ravishda zarba beradi.